Assalamualaikum qarindoshlar. Javodan asos yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 4-qism darsimiz. Biz oldingi qism darsimizda Javaning sonliq ma'lumot tipida ozroq tanishgan. Bu qism Javaning sonliq ma'lumot tipini texnik tafsiliy so'zlaymiz. Sonliq ma'lumot tipi deganda inglizcha bu data type deydi, data type. Hamda Javaninki ikki xil sonliq ma'lumot tipi bor, ya'ni ikki xil data type bor. Sonliq ma'lumot tipida ikkisi bor. Buni ibtidoiy tip, g'ayri-ibtidoiy tip deb ayiradi. Masalan, İngilizce desek primitive type, non-primitive type deydi. Primitive degan ibtidoiy degan gap, yoki eng dastlabki. G'ayri-ibtidoiy degani non-primitive type deydi. Biz oldin ana shu ibtidoiy tipni o'rganishga yaraydi. Raqamlik, raqamsiz deb. Biz hozircha g'ayri-ibtidoiy tipni qo'yib turamiz. Buni shu yurish darsimizning oxir so'zlaymiz. Hozir bizni bu qiziqtirmaydi. Eng muhimi shu ibtidoiy tipni so'zlaymiz. Ham ibtidoiy tipni ikkiga bo'lamiz. Birisi son o'sishiga oldi, ya'ni raqam bor, yana birisi raqam yo'q. Shu raqamlik, raqamsiz. Numeric, non-numeric deydi inglizcha. Hamda biz oldingi qitim nima o'rgangan deganda double, float, int degan shunaqa, yana char, boolean, balkim booleanni taqib o'rgangan bo'lishimiz mumkin. Hozir men hammasini qadar tafsiliy so'zlayman. Hamda shu ibtidoiy tipni kelsam, biz ibtidoiy so'zlamoqchi bo'lgan. Odatda ibtidoiy sonliq ma'lumot tipi shu o'zgarishchan qimmatning cho'ng kichiklik va turini belgilaydi. Uni qanday qo'shimcha metod yo'q. Metod degani method. Shu qancha ibtidoiy tip bor desanglar, yana primitive type, primitive data type nechisi bor. Ham ingliz tilini qo'shib so'zlamsam, chunki bu program tili garchi o'zining ayrim tili bo'lsa-mu, ingliz tilini asoslanishda yana buni bilmasang bo'lmaydi. İbtidoiy sonliq ma'lumot tipi qanday? Primitive data type deydi inglizcha. 8 sonliq ma'lumot tipi bor Javada. Ya'ni siz Javaga sonliq ma'lumot kirgizsangiz, u Java bu sonliq ma'lumotlarga nisbatan o'lchimi talabi intayin yuqori. Cho'qim aniq deyishimiz kerak. Nima kirgizding buningga? Son kirgizdingmi, harf kirgizdingmi? Hatto son kirgizsang, butun son kirgizdingmi, kasr son kirgizdingmi? Shunday darajada tafsiliy buning o'lchimi intayin kuchli, tafsiliy kirgizamiz. Hamda buningda birinchisi harf. Harf deymiz. Bu harfni masalan hamma tilda harf bor, masalan ingliz tilida A, B, C, D, Uyg'ur tilida A, E, O harflar bor. Shuni qanday harf deydi, buni char. Buningki tipi char bo'ldi. Buni o'zgartirish qilmadi, buni tarjima qilsak bo'lmaydi. Bu char degan inglizcha characterning qanday qisqartirilma oldi. Masalan, shu men Eclipse taslangan bo'ldi. Men faqat tushundirish asosida uchun Sublime'ni ichib qo'ydim. Masalan, bir harf bor. Bir comment yozganda ishga yantusiz qilsak, nima qilmaydi deb qo'y, to'nmaydi degan qo'y. Atlab ketdi degan. Masalan, A, B, C, D, E, F yoki qalancha harf bo'lgan. Uyg'urcha, masalan, Uyg'urcha harfni kirgizsakmi bo'ldi-ku buningda. Uyg'urcha harfning nimasini men kirgizmabdiman. Bo'ldim shu inglizchadan nima qilni? Buni qanday kirgizmoqchi bo'lsak, shunga aniq tipini. Masalan, to'g'ri tanlash bor-ku. Masalan, tanlash bo'lsa, biz A, B, C deb kirgizamiz-ku. Masalan, A deb kirgizsak, cho'qimini yapamiz, yerim asm chekit bilan. Buni kirgizmoqchi bo'lsak, ma'u nima qilib olmagan bilan Eclipse qizdirib oldi. Mana ham kirgizsak, Eclipse qanday? JVM buni tonimaydi. Shunga buning tipini data tipini, sonliq ma'lumotni char deb biz aniq. Mana faqat xotira, Bu nima qilmaydi, o'qimaydi, faqat xotira. Shuni qizdirib olmaydi mana. Faqat mush kirgizmoqchi bo'lganda qanday? Oldiga cho'qim men harf kirgizdim deb Javaga qanday ma'lumot beramiz. Undan keyin harfni cho'qim yerim yoki yerim emas hamda naql belgisi bilan olamiz. Mayli A bo'lsin, B bo'lsin, bir narsa esinglarda bo'lsin, Java'ningki mush harfga bo'lgan cho'ng harf bilan kichik harfning talab intayin yuqori. Java'da
A bilan ma cho'ng A qanda teng emas. Ma A bilan ma A o'xshamaydi. Shunga shunga diqqat qilinglar. Birinchisi qanda? Sonliq ma'lumot tipi char. Char deb ko'ringlar, buni uyg'urchagami? Char desak bo'ldi, buni tarjima qilish bo'lmaydi. Hamda bu qanday harf demakchi. Char degan English characterni qisqartirsa, endi bu harf degan gap. Hamda mana boolean ne deydi? Boolean degan mush odam shu. Boolean degan bull degan bir odam, bu 18-asrda o'tgan bir matematikchi. Buning ijodiyati nima deganda, ma'lum bir narsani qanda yoki hamda degan uch so'zni matematikalik nimaga boolean matematik algebrasi deb kirgizgan. Buning bilan qanda to'g'ri yoki xato bilan ikki xil ifodalaydi. Shu bu kompyuter sohasida keng qo'llanilgan, buni true false deydi. Ya'ni booleanni qanda masalan, mana bizning birinchi database bor. Biz mana ne qo'yib turay. Birinchisi nima? Character. Ya character ham inglizcha harf demakchi. Char. Shu ma'noning qarasanglar, mush birinchisidan kelgan. Char. Endi ikkinchisi boolean. Boolean degan shu odamning ismi. Masalan, buni boolean deb yozadi. Men boolean kirgizdim deymiz. Qolgan bir ism qo'ysak bo'ldi buningga. Masalan, ma'noni tanlash qo'ydik-ku. Ma'noning nisbatan qanday? B deb qo'ysam bo'lardi. Bu lekin cho'qim true inglizcha gap. True yoki agar men xato bo'lib qolsa, masalan, C deb nima qilib false. Bu inglizcha gap. To'g'ri yoki xato. Bu qanday? Boolean. Bu bizga nima uchun ikkinchi soliq ma'lumot tipi. Ya'ni qaysi? Primitive. İptidai soliq ma'lumot tipi. Primitive data type. Hamda bizga son qolib qoldi. Shunaqa? Masalan, bir jumla kirgizsak, u string bilan kirgizdik-ku, u ibtidai soliq ma'lumot tipi emas. U qanday ibtidai bo'lmagan soliq ma'lumot tipi. U string u. Uni keyin so'zlaymiz. Hozir faqat qanday boolean bilan harfni so'zliq. Hamda butun son keldik. Butun son bilan kasr songa. Tam shu javobim qanday soliq ma'lumot tipini bu son kirgizsak, butun sonmi, kasr sonmi, ashni aniq ifodalasak bo'lmaydi. Hamda butun sonni 4 ga ayrildi. 4 soliq ma'lumot tipi bor. Kasr sondan qanday? Ya ikkisi bor. Bu butun son qanday? Byte, short, int, long. Buning ismi bilan atishimiz lozim. Hamda byte degan masalan qancha megabayt, gigabayt deb tarjima qilamiz, sig'imi qanchalik degandek. Eng kichik sig'im birligi bu byte degan. Undan keyin short, ma qisqa degan gap, lekin buni cho'qim short deb ko'ngilimiz yaxshi, uyg'urcha ham short deb olganimiz yaxshi. Int degan integer degan gap butun son demakchi. Endi shortni butun son, byte'ni butun son deb olgan hammiz butun son. Shunga ma'ni int deb olganimiz yaxshi, chunki buning hammiz butun son. Byte'ni butun son. Shunga intni uyg'urcha int deb olganimiz yaxshi. Long degan uzun degan gap. Endi nima ish bunday qilamiz deganda, buning cho'ng kichikligi bor. Cho'ng kichikligi eng cho'ngi long, eng kichiki byte. Uni men hozir tafsil tushundirman. Endi kasr son nima bor deganda, float bilan double bor. Float degan kasr bor, double degan qanday? Ikkilis kasr. Bumi kasr, bumi kasr. Endi bu ikkisining farqi bor. Unda bu ikkisining qanday farqi bor deganda, ya'ni men boolean mush adam shu, mush matematikchi. Birinchisi qanday? Byte. Mushning ichidagi birinchisi byte. Byte eng kichik ichki soliq ma'lumot tipi. Eng kichigi bu. Ichki saqlovchining sig'imi eng az bo'lib, ko'pincha ichki saqlovchini saqlash qiladi dedi. Endi byte qarasanglar 8 byte bo'lganda bir qimmatni oldi. Masalan, 1, mana 2, 3, 4, 5, 6, 7. Endi bu bytening elish qimmat doirasi 127 dan, masalan 0 dan 127 gacha, ya'ni 1 ni o'lchash demak ekan. 1 dan 127 dan tortib -1 dan -128 gacha manfiy son oldim. Shuna olganda byte qanchalik son oladi deganda, byte musbat 127 dan manfiy 127 jami
256 sanını alalaydı. Byte'ның kıymeti. Bu nima degan gap desanglar? Masalan, 3-inchisi byte oldu. Byte qo'y, endi bir son kirgizsak, birinchi sonda bu byte bo'lib qolsa 127 gacha ola olamiz. Agar 128 desak yoki 130 desak qizdirib olib eklab tashlasak. Men faqat xotirada ko'rsatyapman. Shuni nega ola oladi? Minus 127 dan plus 128 gacha. Qiymat ola oladi. Masalan, neta manfiy son kirgizsak nima bo'ldi? Minus 127 deb kirgizsak nima qiladi? Bulardi degan gap. Oxirini cho'qim har qanday oxiri 20 bilan yapamiz. Uchinchisi byte tugdi. Hamda short. Ya'ni ma short. Ikkinchisi mush sonliq butun son qismidan qanday ikkinchisi. Endi bu short degan nima deganda, short bu qisqa degan gap uyg'urcha ma'nosi. Byte'dan sal cho'ngroq. Byte qanchaga ola oladi dedik? 127 ga ola oladi dedik, minus plus bo'lib. Minus plus endi minus plusni tushunmagan bo'lsang uni men amal yo'q. Chunki men nima ish qilganda deysa deganda men bir vaqtda inglizcha dars o'tayotganda shu minus plus ingliz uyg'urcha tushundim uni tushunmagan. Minus degancha hamda maktabda taqaslam o'qimagan uningga hamda tirsanlar bo'ldi endi 0 dan tuban demakchi. Hamda short keldik, byte 127 ga ola olgan bilan short uningdan chiqa oladi. Ya'ni bu hammasini bir nimaga o'xshasang bo'ldi desanglar, bir xorjunga o'xshasang bo'ldi. Byte kichikroq bir xorjun, short uningdan cho'ng xorjun. Hammasini son solamiz. Shortga qanchalik sola olar ekanmiz? 32767 dan 32000 minus 32768 ga ola olamiz. Bu nima degan gap desanglar? Mushu shortga mishada, masalan, bizning 4-inchisi short bo'ldi. Buning sonliq ma'lumotini bu short deb belgilaymizda, masalan, buni 2-inchi sonda 32700 necha? 767. Mushunchalik ola oladi. Buningdan cho'ng 8 qilsak qizdirib oldi. Uning ichidagi qolgan son ola oladi. Ya'ni hatto byte-ni mo shortning ichiga sola olamiz demakchi. Short uningdan cho'ngroq xorjun. Mana manfiysini bor, manfiygacha ola oladi. Masalan, turib Eclipse'ni ishlayman tafsiliy birdan ko'rsatib qo'yaman. Hamda 5-inchisi shortning cho'ng nima? Int. Int degan butun son. Bu int. Qarsanglar 2 milyard 147 milyon 483 ming 647. Bu 2 milyard son o'ziga oladi degan. Int xili cho'ng. Int cho'ng. Shunga mush int Java'da ishlatishchanligi eng ko'p sonliq ma'lumot tipi. Intni bek ko'p ishlatadi. Chunki buning ilish doirasi cho'ngda. Masalan, shortni qo'ysa, shortni ishlatsa, masalan 40 ming 50 ming bo'lib qolsa, uni sololmaymiz. Dastan kichik yo'g'on bo'lib qoldi. Shunga ma int qanda masalan kuchaning nima bo'lsa-mu betib ketadi demakda xorjunga. Intdan cho'ng. Hamda uning men yozib yurmay bo'ldi. Masalan, int son 3. Masalan, 6 da qo'ysam bo'laverdi, lekin 2 milliard desakmi qanda? Int ola oladi demakchi. Ammo 3 milliard ololmaydi. 3 milliardga nima ishlatamiz? 6-inchisi long ishlatamiz. Long bu texmi cho'ng xorjun bo'lib, bu eng cho'ng xorjun bu. Netchekcha qani o'qib baqsaq, birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 ming, 100 ming, 1 million, 10 million, 100 million, 1 milliard, 10 milliard, 100 milliard, 1 trillion, 10 trillion, 100 trillion, megatrillion. Onu o'qimda men аңғармын bu. Endi siz o sanğandımı qanda long ishiltish uchun balki astronomiyalik ma'lum bir sonliq nimani ifodalash ishiltish mumkin, ammo Java siz eng ko'p ishlatadigan int. Men hozircha rost gap qilsam, intdan boshqasini ishlatib baqdim. Men bu sonliq tipidan byte, short, long mush 4 ishlar men intdan boshqasini ishlatib baqdim. Lekin bilmasangiz bo'lmaydi. 4 qanda long. 6-inchisi demakchi. Hamda
Yani biz 6 nima qilib boldik-ku. Masalan, 6-inchisi long dedim-ku. Buning sonliq ma'lumot tipi qanday? Long. Bu ish qilib. Masalan, bak jiq bo'lib qolsa, keyiniga nima yozib qo'yamiz? L deb yozib qo'ysak bo'ladi. Chunki default altida 0.00 L deb bo'ldi buningki. Default degani sukutga holatda demakchi. Masalan, kompyuterni qo'zg'atsanglar, qo'zg'atgan hamonlar sizning bir narsa ichilsa, buni nima deymiz? Shu sukutga holat shu ichildi demakchi. Ashuna o'rlashtirilgan demakchi-da. Endi bak butun son 4 butun songa byte short and long degan. Endi biz kesir son keldik. Qanday? Kesir tipliklar o'nliq nuqta yoki kesir qismini o'sib olgan sonlarni saqlashga qanday foydali bu. Biz Javaga demsak bo'lmaydi, men kesir son. Endi kesir sonni nima? Ikkiga ayıramiz. Birisi float, yani birisi double. Float degan kesir eng yaxshi uyg'urcha floatni float deb aytamiz yaxshi. Endi buning ikkisini farqini men tushundirman. Float degan mush kesir nuqtasidan 6-7 qancha bo'lgan ifodalash ishlatadi. 6-7 nuqtasi bo'lgan ifodalash ishlatadi. Masalan, 7 sonliq ma'lumot nimasi float bo'ldi-ku? Tipi, sonliq ma'lumot tipi. Bu yer nima demoqchi deganda float, masalan, son 5 pay var matematik çember turaklıkta 3,14 25 67 hata alış mümkün. Ben şunu alamız koydum ha. Bu float kaçıncı? 6 7'ci. Sen 1 2 3 4 5 6 7 bir şey hiç bağlıydı. Hem de ma float hem dikkat qilinglar yerda muhim bir nokta. Mesela float ne manda desek bulandı degende buludu. 3,14 desang bulbunu o'ziga oladi. Shundan bu bir xorjin endi. Lekin buni ash sukutga altida bu float buning qimmati buning sukutga qimmati qanday 0.00 f bo'lg'achqa bu yerga agar f deb yozmasak bu JVM yani Java o'qigan qanday markaziy bir virtual machine deymiz. Shu to'nimaydi. Buni double deb tepdi. Şuna mesela float 10.16 olsa çok qanday bir f deb yozib qo'yamiz. Men floatni ishlatdim demoqchi. Bu qancha? 7-si eng oxirgi sonliq ma'lumot tipi, ya'ni jami ibtidoiy sonliq ma'lumot tipi necha ekan? Primitive data type'dan 8 bor dedim-ku. Ya'ni 8-si nima? Double. Bu mu nima? Bu mu kesir son. Lekin bu double floatdan cho'ng. Hem floatdan cho'ngligini ham aniqlikka, masalan, float 6-7 qancha olsa, double 15 qancha oladi. Aniqlikka. Precise deymiz, aniqlikka. Mesela double non 8 ile 6 son değil. 6 songa. Mesela 314 desek mi buludu double. Hem de bivas tuni de mani. Mana double deb bo'ldi. Agar man bivas kirgizsak double kin deb bo'ldi. Float olib qolgan bo'lsa, manimga f demsak, mega sonliq ma'lumot tipini float degandan keyin mega f harfini kirgizsak qanday qizdirib oldi degan gap. Buna endi double yani qanday? Buning double deb uyg'urcha double deb ma'lumimiz yaxshi. Sonliq ma'lumot tipi 15 kishi bo'lgan kesir son ifodalash ishlatadi deymiz. Mesela men qaranglar, mana bu farqi ikkisining farqi float. Masalan, ikkilisi o'xshash. Float ma'noni o'ziga oladi, ma'noni o'ziga oladi. Lekin agar mandalni yozib qo'ysak, bu double ni buni double deb bo'ladi. Java'ningki JVM qanday? Men birinchi soat dersa JVM tushundirgana, shu birinchi soat dersini qayta ko'rsam bo'ldi. JVM qanday? Buni double deb bo'ladi, sonliq ma'lumot tipini. Agar float bo'lgan bo'lsa, qo'mish f ni aniq yozishimiz kerak demakchi. Bundan sonra ben Eclipse'ni içip sizge 8'ni qimmatini ko'rsatib qo'yay. Ben Eclipse'ni açtım. Mesela bu Project Basic Java. Bunu biz 3. günü deylik kod yazgandan keyin bir package qurib olsak, bir ish daretlesh uchun package. Buni day 3 day ma camel case harfni qanday kichikdan birinchi so'zning kichik, ikkinchi so'zning birinchi harfini cho'ng bilan yozamiz.
Bunun içiga qanda endi class quraylik. Class degan Java kod yozgan bir ramka dedik qo'y. And data type mana biz day3 degan package ichida undan keyin class qanda data type. Biz buni kodni nimaga yozdik dedik? Asosli metodga, ya'ni main methodga. Main methodni public static void main string args. Shunday yozib ko'ringlar. Bunun bir bedeni var. Bedenini açtık. Mana hammasini qarasanglar, bildir tırnaq bilan ochdi. Mushning ichiga kod yozamiz. Hamda birinchi biz sonliq ma'lumot, ikki xil sonliq ma'lumot tipi bor dedik. Javada birisi nima? Primitive data type. Primitive degan ibtidoiy sonliq ma'lumot tipi demakchi. Primitive data type. Ikkinchisi non-primitive. Non-primitive data type ya'ni ibtidoiy bo'lmagan yoki g'ayri ibtidoiy sonliq ma'lumot tipi. Biz mana non-primitive data type ni keyin so'zlaymiz. Bizning hozir so'zlayotganimiz qanda primitive data type. Masalan, bu Javaga biz bir narsa sonliq ma'lumot kirgizsak, masalan, system print out bor. Men bir narsa shuncha kirgizman. Buni besib chiqarish uchun qanda? Men bir tanlash kirgizdim. A degancha. Buni men qilsam, bunu A deb chiqdi shunaqa. Bu degan ma'nining ichiga bevosita yozdim. Ham buning ichiga yozmay biz shuni qursak, variable qursak, variable degan bu harakat nom demakda, miqdor demakchida, o'zgarguvchi. Bu qanday narsa aytsanglar? Biz mushu A ni bu yerga yozmay, bir yerga saqlamoqchi. Buni mesela harf qo'y. Birinchi primitive data type yoki ibtidoiy sonliq ma'lumot tipi birinchisi nima edi? Chart. Shunaqami harf. Char. Bir harf qo'y bu. Masalan, h'larda harf bo'lgan ekan. Dan qanda A ni saqlamoqchi. Hozir mana qilsak, ma qizdirib oldi. Nimishqa? Buni naql belgisilar olamiz, taq naql belgisilar. Endi qizdira olmaydi. Menimcha seriq manda bo'lib oldi deganda men ishlatmading demakchi. Chunki ishni ishlatmadik, qurib qo'yib. Buni nega ishlatamiz? Miya ishlatamiz. Eshitib. Men cho'ng'ay chiqib ketdi. Shunga cho'ng'ay ishlasakmi qizdirib oldi qaranglar. Cho'ng'ay bilan kichikcha o'xshamaydi Javada. Diqqat qilinglar shu. Hozir men mani miya bilan saqlab oldim. Nimishqa bunday qilaman degan joyda bu variable nimishqa bunday qurmayapsizlar. Faqat kodni qayta ishlatish uchun. Bir qitim qurib qo'ysamlar, keyin mush h orqali shuni qanda ilayverman. Men qilsam qanda mana h chiqdi. Bu birinchi data type qo'y. Hamda ikkinchisi boolean. Boolean degan odam nima qildi dedik-ku, bu to'g'ri yoki xato deydi. Bu nima deganda? Masalan, boolean to'g'ri bo'lsin deymiz, true deymiz. Xato bo'lib qolsa-chi? Xato bo'lib qolsa false. Masalan, miyaga B deb kirgizib qo'ysam, nimani chiqardi mana bu? True mana. True deb chiqdi. Bu nega ishlatadi desanglar? Masalan, bir 2 dan kichik shunami? To'g'rimi, xatomi? To'g'ri bu. Agar 1 2 dan cho'ng desamchi? Bu xato. Bu logikalik bu. Keyin bu hukmlikni intan ko'p ishlatamiz, boolean. Ikkinchisi qanday? Boolean. Hamda biz ma ikkisi tugdi biz sonliq ma'lumot tipi. Ham buning uchinchisi biz sonliq keldik. Ham sonlam qoldi. Demak, moyat jihatdan son kasr son bilan butun son bo'lamdi. Harf ana degan qanday? Boolean 3 lamba. Ham bu sonni hozir 6 bo'lamiz. 6 bo'lamiz degan son butun son va kasr son deb 2 bo'lamiz.
Bütün sanni qimmat elish doirasiga asosan masalan bu sonlarni qanday o'ylsang bo'lasan xurjinga o'xshatsang bo'ldi. Masalan 6 xurjini bor. Son soldigan Java'niki. Uning 4iga butundan soladi. Bütün son deyiladi, son soladi. O sonlar cho'ng kichikligiga asosan xurjinning cho'ng kichikligiga o'xshamaydi. Ammo ikkisiga kesir son soldi. Pachpratdan soldi deb bunday o'ylsang bo'ldi. Uningga shu bek ushaq yoki iniq nom bilan sal cho'ngroq nimasi o'xshash olmaydi. Uning cho'ng kichikligi bor. Hozir bütün son kelay, bütün son so'zlayman. Birinchisi nima? Byte. Byte eng kichik birlik deb qo'y. Masalan bir son bor deylik. Bir son. 50. Mana nima qizib oldi? Chunki Javaga biz sonliq ma'lumot tipini demsak bo'lmaydi. Byte day. Endi mangada. Qarasanglar. Men buni mang'ussam mana 40 chiqdi-ku. Byte necha jalalaydi deb 127 dan minus 127 gacha. Masalan 127 dan. Alalada shunaman. 128 qizdirib oldi ko'rdingizmi? Alanmaydi demakchi. Byte xorjan to'shab ketdi. 127 gacha to'shab ketdi. Endi yana bir ishni salsak saqlanmaydi. Şu an 127 gacha. Endi miya qanda minusni o'ziga oladi. Manfiy sonlarni. 1 deshkini olsak minus 1. Bu byte. Endi buningda sal cho'ng nima? Buningda sal cho'ng short. Bu short qanda yana bir diqqat qilinglar, men bir qitim qurib olgan ismini yana bir qitim ishlasak bo'lmaydi menga. Men qizdirib oldi, chunki ishlatilib bo'ldi deb. Bu byte'dan sal cho'ngroq. Bu 20 ni o'ziga ola oladi. Masalan, mang'uz haqida 20 ni o'ziga ola oladi. Byte'ni o'ziga olgandim ola oladi, chunki bu cho'ng bu. Lekin byte'ni o'ziga olmagandim ola oladi. Masalan, 128 ni o'ziga ola oladi. Mana. 12 ni o'ziga ola oladi. Eng cho'ng nechigacha? 32767 gacha o'ziga ola oladi. Olmadim o qanda. Mana 12700. Endi men nima qilmanda bo'lib oldi desanglar, men biz ishlatmadik mana. Buni ishlatish uchun qanday qilamiz? Ya cho'qim unda qilib emas. Uni nima qilsak ham bo'ldilar. Mesela men 8 olib ketsa-chi, qizdirib oldi. Buni to'shab ketdi. Buning xurjinimi? Shortini to'shab ketdi demakchi. Endi nimaga keldik? Birda yana 5-inchisi int. Int bu 2 milliard qisha oladi. Bu son masalan 2 milliard yani biraz mana 2 milliardmış. Ondan chiqqanda 2 milliard manchig'i ham aniq nemisini bayam ko'rsataman. Ko'rib olsam bo'ldi. Mush intning ishlatishalik eng yuqori. Javada asosan shu intni ishlatadi. Hamda 6-inchisi qanda sonliq ma'lumot tipining buning intimi cho'ng qanda necha milliard trillion milliard kishi ko'p qoladi. Trilliondanmi cho'ng qimmatni oladi bu long. Masalan 12 ni oladi, elbette oladi 12 ni. Biz bundan cho'ng olgan chaqda biz long ishlatganligini tushuncha qolganda buning default holati 00L. Shunga L ni qetib qo'yamiz longning nimasi. Xuddiki float o'xshaydi. Endi butun son ma 4 qanda butun son sonliq ma'lumot tipi. Endi kesir son keldik. Kesir sonning ichidan bir float kichikroq double qaraganda bu floatni masalan 3.14 desak bu qizdirib oldi bu. Chunki bu 3.14 ma JVM yoki ma main metod asosiy metod buni
double deb bilib oldi. Biz buni float deyish uchun qanday? F deyishimiz kerak. F ne? Mush floatning qisqartirilmasi. Ha bu float ken deydi. Eng oxirgisi nima? Double. Ondan keyin Java'da shu kesir sonning ichida double ning ko'paytirildi. Masalan, pi ning qiymati necha? 314 mancha degandekcha bu ola oladi. Mushu soliq ma'lumot tipi 8 soliq ma'lumot tipi. Bugungi darsimiz mushagicha tushunmagan nuqtalar bo'lsa, asli inkaz shaklida qoldirsangiz bo'ldi. Yana birga to'xtamay mashq qilinglar mani. Bo'ldimsa, rahmat.